Yangi 2026 Chevrolet Damas avtomobil bozorda arzon va amaliy mikroven sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model kundalik foydalanish, kichik biznes va oilaviy ehtiyojlar uchun juda qulay hisoblanadi. 2026 yilgi versiya zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiya va samarali dvigatel bilan taqdim etiladi. Tashqi ko'rinishi sodda ammo foydali shaklda ishlab chiqilgan. Old qismida yangilangan panjara, ixcham faralar va aerodinamik bamper mavjud. Kuzov kichik bo'lishiga qaramay yuk tashish imkoniyati juda yaxshi hisoblanadi. Salon ichida oddiy ammo qulay dizayn ishlatilgan. Haydovchi uchun aniq ko'rinadigan asboblar paneli, qulay rul va ergonomik o'rindiqlar mavjud. Avtomobil 5 yoki 7 o'rindiqli konfiguratsiya bilan taklif qilinadi. Bu esa katta oilalar uchun ham qulay variant yaratadi. 2026 Chevrolet Damas odatda iqtisodiy dvigatel bilan jihozlanadi. Unda 8 litrli benzin dvigatel ishlatiladi. U taxminan 38 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu dvigatel shahar ichida tinch va tejamkor harakat uchun yetarli hisoblanadi. Yoqilgi sarfi ham juda past bo'lib, ko'plab haydovchilar uchun katta afzallik beradi. Avtomobil 5 pogonali mexanik uzatma bilan ishlaydi. Bu esa boshqaruvni oddiy va ishonchli qiladi. Xavfsizlik jihatidan ham asosiy tizimlar mavjud. Masalan, kuchli tormoz tizimi, xavfsizlik kamarlar va mustahkam kuzov konstruksiyasi haydovchi va yo'lovchilarni himoya qilishga yordam beradi. Ba'zi bozorlarda yangilangan multimedia tizimi, usb ulanish va konditsioner ham taklif qilinishi mumkin. Bu funksiyalar uzoq safarlar va kundalik foydalanishni yanada qulay qiladi. Damas ayniqsa kichik tadbirkorlar uchun juda foydali avtomobil hisoblanadi, chunki u mahsulot yetkazib berish, xizmat ko'rsatish va savdo faoliyati uchun mos keladi. Uning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda ham oson harakatlanish imkonini beradi. Shu bilan birga xizmat ko'rsatish xarajatlari ham juda arzon hisoblanadi. Agar siz avtomobillar haqidagi yangi ma'lumotlar va qiziqarli sharhlarni ko'rishni istasangiz, albatta Tarmax kanaliga obuna